Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun havoni tumaniga qaramasdan, qor yog'ishiga qaramasdan, havoni sovuqligiga qaramasdan qaynoq aksiyamiz davom etadi. Qaynoq aksiyamiz davomida biz yana bitta aksiyaga qo'l urdik. Ya'ni press podborshigimiz. Press podborshigimiz narxi 290 million edi. Bo'lsa dehqonlarga bo'lsin deb 230 millionga tushirib qo'ydik narxini. Marhamat, murojaat qiling, olib keting. Bu narx ichida endex summasi kiritilgan va lekin bir narsani aytishimiz kerak, bu Xitoy davlatidagi zavodimizda tayyor yig'ilib kelganligi uchun bu subsidiyaga kirmaydi. Lekin endi shu narx ichida 230 millionni to'lang, olib keting. Bu press podborshimiz boshqa press podborshdan nimasi bilan farqlandi? Priemnik kamerasi katta, 190 lik va reduktori minutiga 95 marta, demak, presslash amalini bajaradi. Marhamat qiling, murojaat qiling. Kuniga 4 mingta, 2 mingta kamida press podborshing ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Barcha ehtiyot qismlarini demak komplekt qilib beramiz. Kardanlari bormi, press sanarchilari bormi, hammasi demak komplekt qilib beriladi. Murojaat qiling. Cheklangan, demak, taklifimiz demak cheklangan, ya'ni 20 tacha bizda press podborshing bor, даже 17 tami qolgan. Marhamat, murojaat qiling. Faqat kechga qolmang.